Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Men o'tgan safargi videomda aytib o'tgan tabiiy vositalarni bu safar ko'rsatib aytib o'taman. Hech qaysi bloger buni qilib ko'rsatib aytib o'tmagan. Bundan tashqari qog'oz bilan ruchka olinglar. Men pastalar aytaman, qaysini qaysinga aralashtirib nima qilib yeyishdi va qanchadan dozadan yeyishdi. Aytgancha hurmatli aziz vatandoshlar, qanaqa mahsulotni proba bilan iste'mol qiling. Allergiyangiz bo'lsa, riskovat qilmang. Kimgadir qaysi mahsulot yoqmaydi yoki allergiyani bor. Unday bo'lsa biz boshladik. Birinchi aytadigan narsam bu asal. Juda ko'pchilik biladi, asal tabiiy shira vositasi hisoblanadi. Ya'ni bu asalarilar tomonidan bizga yig'ib berilgan yagona tabiiy shakar vositasi hisoblanadi. Ya'ni shakar o'zi tabiiy bo'lmaydi, uni sun'iy yetishtiriladi, asal tabiiy. Asalda nima xususiyati bor? Asal birinchi o'rinda oshqozon ichak hazm sistemasini yaxshilaydi, immunitetni tiklaydi. Asal tarkibida vitamin B, kompleks vitamin C va immunitetni ko'taruvchi vositalar bor. Jinsiy quvvatga buni qanaqa daxli bor desangiz, vitamin C, vitamin B kompleksi va qonni mayda kapillyar qon tomirlarida aylantirishni hisobiga bu juda yaxshi vosita. Ikkinchi aytadigan vositamiz bu ko'pchilik biladi, pistashka. Xomnon pista ham deydi buni xalqimiz. Tog' pista deydi, kimdir yorma pista deydi. Buni tarkibida sink, magniy va vitamin B kompleksi va undan tashqari bu organizmda libido, ya'ni testosteron va jinsiy quvvatni oshiruvchi vosita. Buni bir kunda 100 gramdan ko'p chaqsa bo'lmaydi. 100 gramdan ko'p chaqsangiz, jicha noto'g'ri, nojo'ya ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Undan tashqari pistashkani yaqin, ya'ni aqliga va yurak qon tomir tizimiga juda yaxshi zo'r ta'siri bor. Keyingi aytadigan narsamiz bu cashew. Cashewning asosiy 5 ta funksiyasi bor. Birinchisi, yurak qon tomir sistemasini yaxshilaydi. Qondagi shakar miqdorini kamaytiradi, bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi, pastki chanoqda qon aylanishini yaxshilaydi va immunitetni ko'tarishda yordam beradi. Bu hammasi inson uchun kerakli bo'lgan narsalar. Endi fundukka keladigan bo'lsak, fundukni 35-50 gramdan ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi. Mana bu funduk deyiladi. Olmaxonning yong'og'i desa ham bo'ladi, o'rislar arex deydi. Xullas, buni yosh bolalarga ham bersa bo'ladi. 3 tonadan 5 tonagacha yosh bolani aqliy faoliyatini yaxshilaydi, autizmda yaxshi yordam beradi va gipertonusni pasaytiradi. Shunaqa bolalar bor, energichni bolalar. Bunda tarkibida sink, selen, vitaminlar kompleksi, antioksidantlar mavjud va bu jinsiy quvvatga albatta yordam beradi. Keyingi aytadigan narsamiz bu o'zimizning qora maviz. Mavizni 40 donagacha iste'mol qilinadi xolos. Bundan ko'p iste'mol qilish mumkin emas. Bundan ko'pini kimlar iste'mol qiladi desangiz, homilador ayollar, ya'ni homiladorlikda gemoglobin tushib ketishi, ya'ni xalq tilida aytganda qonning pasayib ketishi. Bu gemoglobinni oshiradi, organizmda vitaminlarni boyitadi va tabiiy glyukoza hisoblanadi. Tabiiy glyukoza bu tabiiy sahr hisoblanadi. Va bu zarari yo'q bu narsani. Bu o'zimizning bozorlarda bor. Nima uchun men bu videoni ko'rsatib olyapman? Sababi bu hamma mahsulotlar O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlarining bozorlarida xuddi uryapti. O'ta ko'p. Shuning uchun ko'rsatyapman. Keyingi aytadiganimiz bu turshak, ya'ni qoqi, o'rik qoqisi. O'rik qoqisini asosiy yaxshi taraflari. Birinchi o'rinda yurak qon tomir sistemasini mustahkamlaydi. Undan tashqari o'rik chulis qilib ichsangiz qabziyatga yordam beradi. Undan tashqari oshqozon ichak hazm sistemasini faoliyatini yaxshilaydi, immunitetni yaxshilaydi va qon ko'paytirishda temir moddasining yetishmovchiligini to'ldirishga harakat qiladi, lekin bu 100% to'ldiradi deb ayta olmayman. Keyingi aytadigan narsamiz bu o'zimizning yong'oq. Boyong'oq ham deyishar ekan, boshqa deyishar ekan, kimdir o'sma yong'oq der ekan. Xullas, oddiy yong'oq, gretskiy arex deydi buning nomini. Xo'p, gretskiy arexni 35 gramdan ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi, ya'ni 2 ta yoki 3 tadan ko'p. Sababi bu allergiyani chaqiradi. Buni tarkibi o'ta boy. Buni tarkibida sink, vitamin B kompleksi, vitamin C, antioksidantlar, omegalar bor. Aytgancha cashewda ham omegani 3, 6 va 9 bor. Asosiy beriladigan narsasi bu bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi. Korishkovoy obolochkada, ya'ni bosh miyaning korishkovoy joyi bor. Korishkovoyda qon aylanishini yaxshilaydi va insonning asabiga juda yaxshi ta'sir qiladi. Faqat bitta narsa yomon tarafi bor. Chala xom pishgan yoki pishmagan yong'oqni ko'p iste'mol qilish oqibatida allergiya yoki bo'lmasam gepatit xastaliklari kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun me'yorda iste'mol qilamiz. Endi, xo'p, vitaminlarning podshosi, men doim aytaman bu haqida, arab xurmosi haqida gapirib o'tamiz. Hurmatli operatorimdan arab xurmoni turlarini ko'rsatib bering. Bu sahari, ajva, oddiysi va hokazolar. Shuni chiqarib bersangiz, odamlar bir qator o'zi uchun tanishib olgani ma'qul. Arab xurmoni har qanaqasi foyda. Arab xurmoni ko'p iste'mol qilib bo'lmaydi. Arab xurmoni me'yorda 3 tadan 8 tagacha iste'mol qilinadi. Buni tarkibida selen, sink, kaliy, kalsiy, natriy, juda ko'p
vositalar bor. Men o'tgan safargi videomda ham aytdim, yana aytaman. Energetik tsennisini chiqaradi. Yana bir yaxshi narsa bor, arab xurmosi hattoki zaharni kesadi deydi. Shuning uchun arab xurmosini 3 tadan 8 tagacha bir kunda iste'mol qilinsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari, yangi jijilagan ayollarga 3 tadan 8 tagacha arab xurmosi berish oqibatida yangi jijilagan ayollar nimaki yesa 65% ko'krak sustiga so'rilishining oqibatida vitaminlarga boyiydi va bolaning o'sishi va ongi juda zo'r rivojlanadi. Chunki har qanaqa vitamin organizm uchun kerakli. Men aytayotgan narsalar tabiiy narsalar va bu narsalar organizm uchun kerakli narsalar. Hammasini tarkibida vitaminlar bor, antioksidantlar bor, omegalar bor, vitamin B komplekslari bor, hattoki qon ko'paytirish uchun jelezalar bor, ya'ni temir moddalari. Endi ruchka bilan qalam olgan bo'lsanglar, men pastalarni yengilma-yengil aytib o'taman. Birinchi aytadigan pastamiz oddiy xalq pastasi, ya'ni buni ko'pchilik biladi. Bunda asal, xomnon pista, tog' pista, fistashka, yong'oq va maviz aralashtiriladi. Buni hammasini teng olinadi. Masalan, 500 grammdan olsangiz 500 gram asal, 500 gram xomnon pista, 500 gram grechеский oreх, 500 gram maviz. Qaysidir mahsulotga allergiyangiz bo'lsa, ushbu mahsulotni qo'shmasdan qilsangiz ham bo'ladi. Keyin yana aytadigan narsamiz, bodomda juda yaxshi xususiyati bor. Juda ko'pchilik ichotki bo'lib qolganda 3 tadan 8 tagacha shirin bodom yoki bo'lmasam 3 tadan 6 tagacha yoki 7 tagacha achchiq bodom iste'mol qilinsa, ichotkida juda yaxshi ta'sir qiladi, chunki sababi bu pashti antibiotik hisoblanadi. Undan tashqari, hurmatli aziz vatandoshlar, bu yerda yo'q. Yana jinsiy quvvatga banan, selderey, mol suti, tuya suti va qo'y yog'i, qo'y go'shti va mol go'shti. Lekin bitta narsa bor, hamma narsani me'yorda bo'lgan yaxshi va kim organizmga sut yoqmasa, sut ichib yurmanglar. Laktoza neperinasi emas, bu bor narsa. Xo'p, ikkinchi pastamizni aytamiz. Ikkinchi pastamizga bizga kerak bo'ladi cashew, xomnon pista va maviz. Bunga qo'shimcha asal. Faqat cashew solingan narsaga asalni teng yarmini solasiz. Misol uchun 500 gram cashew, 500 gram xomnon pista va 500 gram maviz solasiz, 250 gram asal solasiz. Albatta ushbu pastalarni 3 kundan 10 kungacha qorong'u xonada quyosh tushmaydigan joyda tindirilgan ma'qul. Tindirish qanaqa bo'ladi? Tayyor bo'lgan pastani shishali idishga solib, ustini yopib, quyosh tushmaydigan salqin xonaga olib kirib qo'yasiz. Issiq xonada qolishi mumkin emas. Ana undan keyin 1 qoshiqdan 3 qoshiqqacha har kun ovqatdan 10 minut yoki 15 minut oldin iste'mol qilinishi shart. Endi aytadiganim, bu ham qonni ko'paytiradi, ham homilador ayolning holatini yaxshilaydi, folikullalar yorilishiga yordam beradi, asabni tinchlantiradi va jinsiy quvvatni oshiradi, spermatogenezni zo'r qiladi. Unday bo'lsa ketdik. Birinchi arab xurmo olasiz. Arab xurmoni olib, ochib, yorib, pichoqda mayda qilib to'rg'aysiz. Buni blenderga solib bo'lmaydi. Blenderga solsangiz qasha chiqib ketadi. Orqasidan oddiy uzum, mavizni olasiz, mayda qilib to'rg'aysiz. Bunga qo'shimcha bodom solasiz. Bunga qo'shimcha fistashka solasiz. Bunga qo'shimcha yo qoqi, yo funduq. Men ko'proq funduq solaman, sababi boyaga aytgandek, funduq bolalarning bosh miya rivojiga o'z hissasini albatta qo'shadi. Ana o'shani 1 qoshiqdan yoki 2 qoshiqdan iste'mol qilasiz. Endi juda ko'pchiliklar aytishlari mumkin. Men manaqa pastani bilaman, manaqa tayyorlanishni bilaman. Hurmatli aziz vatandoshlar, sizlar qanaqa pasta bilsanglar, bir-biringizga yordam berish uchun pasta kommentariyamiz ochiq yoki shifokor Muhammad Telegram kanali, Instagrami ishlab turibdi. Video syomka qilib tashlasanglar, men albatta YouTube'da ko'rsataman. Manaqa pastalar bor ekan, manaqa narsalar yordam beradi. Men aytayotgan bu hamma narsa birinchi o'rinda insonning salomatligiga, ikkinchi o'rinda immunitetiga, uchinchi o'rinda yurak qon tomir sistemasiga, to'rtinchi o'rinda o'zini holatini yaxshi his qilishiga, ya'ni ruhiyatiga, undan tashqari jinsiy quvvatiga va spermatogenezga yaxshi ta'sir qiladi. Undan tashqari qondagi gemoglobinni ko'taradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Insonning umumiy organizmida bo'ladigan vitaminlar yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadigan autoimmunniy kasalliklarni qattiq to'xtatadi va bu tabiiy vosita. Ukol, dori, boshqa haqida aytmadim. Men o'zimizni O'rta Osiyo bozorlarida sotiladigan tabiiy vositalardan aytdim. Hattoki arab xurmosini yana qaytaraman, xili keladi O'zbekistonga. Hurmatli aziz vatandoshlar, endi yana qo'shimchalar aytadigan bo'lsak, xotirani yaxshilashga cashew asal, xotirani yaxshilashga funduq asal, xotirani yaxshilashga 35 grammgacha yong'oq. Yurak qon tomir sistemasiga arab xurmosi 7 donadan 12 donagacha bodom yoki bo'lmasam 35 gram 40 gramgacha. Undan tashqari yurak qon tomir sistemasi va vitaminlar yetishmovchiligi 100 gramgacha fistashka. Ich qotishda arab xurmosini dog' suv bilan ichish, ich qotishda qoqidan chulik qilib ichish va kam qonlikda maviz, kam qonlikda o'rik qoqisi, kam qonlikda arab xurmosi, kam qonlikda asal. Bular hammasi tabiiy vosita, hurmatli aziz vatandoshlar, faqat me'yorda iste'mol qilinishi shart. Me'yordan oshib ketsa albatta zarar. Qaytaraman,
hamma narsani me'yordan oshig'i zarar. Hozirda insonlarda ko'p ekranga qarash oqibatida zreniya tushib ketishi bo'lyapti. Zreniya tushib ketishiga ham keshu foyda, funduk foyda va bodom foyda. Zreniya tushib ketishi agar gemoglobin pasayishidan yoki shu kabi holatlardan bo'lsa, mavis, arab xurmosi va qoqi. Bugungi pastalarim va bugungi maslahatlarim sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Buni darslik video sifatida qo'llang va shifokorning nazoratiga yoki shifokorning maslahatidan hech qachon qochmang. Sizlar bilan sizlarning shifokorlaringiz Muhammad bo'ldi. Yana qanaqadir mavzular qiziq bo'lsa, marhamat kommentariyaga yoki Instagramga yoki Telegramga yozishingiz mumkin. Biz inshaalloh javob beramiz. Yana YouTube olamlarida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling azizim.